Hop, bir odamni agar sog'ayishiga sababchi bo'lsangiz, albatta juda ham inson bir bekorga yashamayotganidan ham xursand bo'ladi. Shu 33 yildan beri shu tabobat sohasida, ismim Mayinbek Samiyev. Toshkent viloyati ishini boshqarganman. Keyin o'sha 15 yil Saudiya Arabistonda ishlab qaytdim. Mana hozir O'zbekistonda o'z faoliyatimni davom ettiryapman. Har xil biznes sohalari bo'yicha, lekin mana shu sog'liqni saqlashni ham tashlab ketayotganim yo'q. Chunki buni tagida birinchi o'rinda ajr savob ko'raman. Ko'p odamlarni shifo topib, sog'ayib, yaxshi bo'lib ketishiga sababchi bo'lsangiz, juda ham xursand bo'lar ekansiz. Tabobatda mana shu meditsinada yana men shu 33 yilga yaqin hozir tabobat, Ibn Sino tabobati, 5000 yillik o'sha Tibet, Ayurveda tabobatlari bor, 2000 yillik tabobatlar bor, o'sha Hind tabobatlari, bu narsalar bilan ham shug'ullanib kelaman. Nega? Bilasizlar, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor, ilmni chindan bo'lsa ham izlagin. Ya'ni chin degani bu Xitoydan bo'lsa ham izlagin deb bekorga aytmaganlar. Demak, Xitoy haqiqatda bu juda ham madaniyati, tarixi juda chuqur davlat, bizani davlatga o'xshab, ularda ham, lekin tabobat o'sha Xitoy, Sharqiy Osiyoda endi giyohlari bo'lgani uchunmi bilmadim, juda qattiq rivojlangan. Mana shu Ibn Sino hazratlari ham mana shu Bog'dodga borib, dunyoning eng katta bibliotekasi bo'lgan o'sha bibliotekada asosan o'sha Tibet, Xitoy, Sharq tabobatlarini o'rganib, bularni keyinchalik bitta qilib tib qonunlari qilib spravishnik yaratganlar-da. Ana shu tib qonunlari Yevropada va dunyo tabobatida 800 yil davomida eng asosiy kitob hisoblangan tabobatda. Shu Ibn Sino tib qonunlari asosida Yevropa tabobati rivojlangan. Bu aniq ma'lumotlar bor. Google'da ham tekshirsanglar bo'ladi. Bu ma'lumotlar bor. Masalan, o'sha Yevropaning eng katta Parijda joylashgan, Fransiyada joylashgan eng katta meditsina universiteti nomi Ibn Sino nomi bilan ataladi. Masalan, o'zlarini Galen, Gippokrat, boshqa qancha tabiblari o'tgan. Mashhur Yevropaniki, lekin Avitsena deb Ibn Sino nomi bilan o'sha Yevropaning eng katta meditsina universiteti nomlanadi. Hattoki bilasizlar, endi shu versiya bor, bu ham endi aniq yaxshi bilmayman, lekin o'sha forsiy tildan madad sino so'zidan meditsina kelib chiqqan deyishadi. Xo'p, Ibn Sino nima qilgan? Masalan, bilasizlar nima bilan davolagan? Ko'p xirurgiya ham bo'lgan, boshqa, lekin asosan uni ishi insonlarga aniq diagnoz qo'yib, kasallik nimadan kelib chiqqanini aniqlab, keyin Alloh yaratgan o'sha tabobat, giyohlar bilan davolagan. Giyohlarning bitta yaxshi tomoni nimada? Qaysi giyohni agar internetga olib o'qib ko'rsanglar, o'sha romashka bo'ladimi, imbir bo'ladimi, zanjabil, oddiy qalampir munchoq bo'ladimi? Endi oddiy demaymiz, bular o'zi har bittasini boshdan oyoq shifosi bor. Masalanda, ana shu qaysi giyohni olib o'qiydigan bo'lsangiz, insonni boshidan oyoq baravar tuzatadi. Mana hali bitta kitobdan doim o'qib beraman. Yonimda turadi. Bu Ibn Sinoning qisqartirilgan kitobi. Mana shu yerdan men sizlarga Ibn Sino yozib ketgan birorta giyohni ko'rib bermoqchiman. Masalan, yani ba'zilarida haligi giyohlarni o'qib berganda, ayniqsa birinchi kirgan odamlar, "Yo", deydi, "bitta giyoh shuncha narsaga davo ekanmi", deydi. Bu agar Nayinbek gapirsa. Endi men o'shaning uchun Nayinbekni gapi bilan emasdi, sizlarga Ibn Sinoni gapi bilan keltirib bermoqchiman. Mana shu yerda mingga yaqin giyoh bor, mana shu kitobda yozilgan. Masalan, men sizlarga giyohlardan bittasi, mana sigir quyruq degan giyoh o'qib bermoqchiman. Internetda o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu yerda ikki varroq, yana bu tomonida ham yozilgan. Mana chizilganlar, bular hammasi kasalliklar. Bu bir 30 yil oldin o'qigan kitobim. Chizib chiqqanman. Mana shu har bitta chizilgan qizillar bular kasalliklar, har xil turi.
Mana sigir quyruq. Bu rus tilida karavyak deydi. Internetga kirib karavyak desanglar chiqib keladi. Sigir quyruq deydi. Qulan quyruq deyilar ekan, yana eski nomlari, har xil nomlari bor buni. Mana Ibn Sino nima deyapti? Demak, tish og'riqlari, nafas olish kasalliklari, hop, nafas yo'llari shamollashi, tomoq shamollashi, hop, intiqib nafas olish, siqilib nafas qisish, astma kasalliklari, ko'k yo'tal kasalliklari, o'pka sili, hop, yana bundan tashqari yurak kasalliklari, bolalarda shirincha terida, qizilchalar, har xil virus kasalliklari masalan. Xo'p, yana endi o'sha paytda qizilcha, shirincha deb aytilgan, bu masalan bizadagi hozir o'sha krasnuxa deydi, skarlatina deydi, virus kasalliklari asosan har xil. Demak, tanosil kasalliklari, haddan tashqari ozg'inlik, bir xil semirolmaydi, tutqanoq, miya, ayollarni mana tanosil kasalliklari, shamollashlar deyapti. Xo'p, bosh og'riq, sigir quyruq, jigar, taloq xastaliklari, kasalliklari, peshob haydash, qovuq shamollashi. Xo'p, yana nima? Bovosir, gemoroy. Xo'p, yana nima? O'sma, har xil o'smalar, onkologiya, teri kasalliklari deyapti. Mana kitobdan o'qib beryapman sizlarga. Oyoq mushaklari tortishi, yuqori nafas yo'llari shamollashi, zotiljam pnevmoniya, o'pka sili, tuberkulyoz, astma, nafas siqishi, me'da ichak kasalliklar, jigar, taloq, buyrak, siydik yo'li, siydik qopi kasalliklari, tutqanoq, yana aytyapti, bovosir, gemoroy, teri kasalliklari. Men endi o'qib berayotganim sizlarga mana bir paytni o'zida e'tibor bersanglar, boshdan oyoq tutqanoq katta-yu, например, bovosir katta. Yo'q, konsultatsiyalar ketyapti. Bizning doktorlar endi uyda doktor bo'lgandan keyin konsultatsiya bo'laveradi. Xo'p, demak, mana e'tibor bersanglar, bitta giyoh mana shuncha kasal, masalaga o'qib bergan, mana shu chizilgan hammasi kasalliklar. Tutqanoq katta-yu, nafas katta-yu, yurak katta, jigar, taloq, oshqozon, ichak, buyrak, siydik qopi, haligi tanosil kasalliklari, teri kasalliklari, mana e'tibor bersanglar. Nima uchun degan savol bo'ladi. Agar sigir quyruqni kimyoviy tarkibini qarasanglar, tekshirsanglar, tarkibida 500 dan ortiq modda bor. Hamma kerakli vitamin, mineral, mikroelementlar, o'sha saponin moddalar mikroblarni yo'q qiladigan, rakka yo'qotadigan bioflavonoid modda, antioksidantlar, efir moylari, aminokislota, peptidlar, juda ko'p narsalar bor. O'shaning uchun bu organizmni hamma joyini davolaydi. Zo'rligi bu ham ukrupga o'xshagan giyoh. Ya'ni har kun yesa bo'ladi. Ukrup ham o't, sigir quyruq ham o't. Faqat sigir quyruq bemaza. O'shaning uchun biz yemaymiz uni. Topsak ham bizada o'sadi, sigir quyruq deb internetda qarasanglar o'sadigan narsa. Oldidan o'tib ketamiz. Arular suv bo'ylarida ham o'sadigan narsa, masalan. Indamay qaramaymiz ham, bir yana o'takan deb qaramay o'tib ketamiz, masalan. Lekin ko'ryapsizlar boshdan oyoq. Aytmoqchimanki, buni absolut zarari yo'q. Ana antibiotikka o'xshab 7 kun ich, to'xtat, bo'lmasam jigaringni dabdara qiladi, oshqozoningni buzadi, oshqozoningni yara qiladi. Mumkin emas, 7 kundan ko'p mumkin emas narsa yo'q. Allohning yaratgan mukammal narsasi ukrop, kashnich, petrushka, ko'k piyozga o'xshab, rayhonga o'xshab qancha ko'p yesangiz shuncha foyda. Har kun yesangiz ham bo'laveradi. Endi bularni ozgina dozirovkalari bor. Dozalarda ichish kerak bo'ladi. Men aytmoqchimanki, mana shunaqa Alloh yaratgan narsa hamma joyda davolab turib, biror joyga nojo'ya ta'sir ko'rsatmaydi. Endi bor giyohlar, masalan, uni ham albatta olib bezarar ekan deb olib ichuverish noto'g'ri, chunki giyohlar, ba'zi giyohlar davleniyani ko'tarib yuboradi. Davleniyasi bor odam ichsa, davleniyasini ko'tarib yuborishi mumkin. Ba'zi giyohlar davleniyani tushirib yuboradi. Davleniyasi past odam ichsa, dumalab tushishi ham mumkin, ketib, masalan, davleniyasi tushib ketib. Ba'zi giyohlar sidiradi, ba'zi giyohlar ichi qotiradi,
Ba'zi giyohlar haligi qonni suyultiradi. Masalan, oshqozonda yara bo'lsa, yo qoni suyuq bo'lsa, u qonni suyultiradigan bersangiz, oshqozondan yara ketib qolishi mumkin, qon ketib qolishi mumkin. Ba'zi giyohlar masalan, o't haydaydi. Tosh bo'lsa, u giyoh mumkin emas. Uni bersangiz, tosh ko'chib, haligi pristup berib, masalan, o'tkir toshlar bo'lsa, o't qopi yonib ketishi mumkin. Nima demoqchiman? Giyohlarni ham iloji boricha bilgan odam bilan maslahatlashib, ya'ni bu giyohlarni tushunadigan, tabib, tushunadigan doktor bilan gaplashib, iloji boricha konsultatsiya qilib ichiladi. Soppa-sog' bo'lsangiz, xohlagan giyohni olib ichsa bo'ladi. Sog'lom odam. Lekin kasallik bu boyagi davleniyasi past, davleniyasi baland, o't qopida tosh, pochkasida tosh, palon piston kasalliklar bo'lsa, iloji boricha men doim tavsiya qilaman, doktorlar bilan konsultatsiya qilib, keyin ichinglar deb tavsiya qilamiz. Xo'p, bu sizlarga aytib berganim 30 yillik gap. 30 yil oldin o'qigan kitobim. Endi o'sha paytda odamlarga berdim, odamlar rostdan ham tuzalib kelishni boshladi. Baravar. Masalan, teri kasalliklariga yozib berardim, kelishardi-da, Naimbey bolam boshim og'rimay qoldi, uyqum yaxshi bo'lib qoldi, davleniyam chiqmayapti, oshqozon ichagim baravar bitta odamda. То есть buni kardiolog ham davolayapti, oshqozon doktori ham, siyishi yaxshi bo'lib qoldi, demak, urolog davolayapti, oyog'im og'rimay qoldi, demak, yo revmatolog yo ortoped davolayapti, ko'zim yaxshi bo'lib qoldi, demak, oftalmolog qarayapti, tushunasizlar? Shamollamay qoldim, demak, immunolog qarayapti, demak, mana Ibn Sino yuragingga kardiologga bor, oshqozoningga gastroenterologga bor demagan. Chunki qo'lida ana shu narsa bo'lgan. Nima uchun hozir doktorlarimiz qiynaladi? Doktorlarning o'qitilgan narsa bu yurakka alohida 10 ta dori, pochkaga alohida 10 ta dori, oyoqqa alohida 10 ta dori. Например, yomonligi da o'sha oyoqni davolayapti-da, bu yoqda oshqozonni yara qilib qo'yapti, yo gari dabdala qilyapti. Tushunasizlar? Nima uchun bu narsalar hozir chuqurroq bizada o'rganilishni boshladi O'zbekistonda. Men juda ham xursand bo'lib ketdim. Buni chet elda ana shu 2003-yilda men borganimda bizada endi hali aptekalar paydo bo'layotgan payti. Bu o'sha 20 yil oldingi gaplar. Apteka ko'p emas edi. Barcha 30 yil oldin apteka yo'q edi, esinglarda bo'lsa. Mana yosh kattalardan so'rayman, katta shaharlarga borib, rayonlarga borib 25 yil oldin, 30 yil oldin nechta apteka bo'lganisan bitta deyishadi. Hozir eshitatsam, bitta bolnitsani oldida 10 ta deydi. Yosh kattalar biladi, aptekada oldin dori yo'q edi. Aptekada 20 xil dori bo'lardi. Onam vrach bo'lganlar, Alloh rahmat qilsin. 5000 ta odamga bitta o'zlari uchastkovoy vrach bo'lganlar. Pashsha qo'rib, choy ichib o'tirishardi, zerikib. Bitta kasal kelardi. Keyin men esimda shu kelib maktab darsimni qilib bo'lgandan keyin yorib berardim, sumkalarni, dorilarni ko'tarib olardim. Uyma-uy bitta mahallani aylanib chiqardilar. Bitta xonadonga kirib, kasal yo'qmi deb kasal qidirilardi. Kasal bo'lsa yetinglar. Hozir bir kichkina qishloqqa boraman, poliklinikaga boramiz. Mana shu hozir leksiyalar bilan, ma'ruzalar bilan borsam bitta doktorga 40 ta kasal. Har bitta doktor g'ij. Nega unaqa bo'lyapti? Nega oldin apteka yo'q edi, dori yo'q edi, dori 20 xil dori bo'lardi, esinglarda yosh kattalar biladi. Kasal yo'q edi. Hozir har qadamda apteka, har bir aptekada 5000 xil dori, nimagadir kasal ko'p. Chunki bu dorilarni nojo'ya ta'sirlari bor. O'shandan ehtiyot bo'linglar. Doktorga borsanglar 8 ta 10 ta dori bersa, zo'r doktor ekan deb olib ichavermaylar. Yoki aptekaga borib o'zingizlardan bilib olib ichavermaylar. Chunki u boshqa joyingizni dabdala qiladi ertaga. Yugurib yurasiz, unga borib jigar, bunga borgan qon, kam qon, bu yog'i pochkasi kasal, oshqozon osti bezi kasal, pankreatit bo'lgan, hayolingizga ham kelmaydi. 6 oy oldin ichgan dorilaringizdan bo'ldi bu pankreatit. Yoki Alloh asrasin, onkologiya, rak ko'payib ketdi. Nima uchun bu narsaga hozir muhtaram prezidentimiz e'tibor berdilar. Esinglarda bo'lsa, 1-2 yil bo'ldi adashmasam, detskiy onkologiyaga, bolalar onkologiyasiga bordilar. Bolalarni ko'rib, o'tda qiynalayotgan bolalarni ko'rsanglar, yuboylar mazanglar qochib qoladi. Ishoninglar, men borib turaman.
borib ana shu yerda ko'zlariga yosh Men keldiki, so'radilar, qo'shimda nimaga? hamma qilaverib ketishdi. Yaxshi bo'lmayaptimi svязь? Sizlarda Hech bo'lsa yo'q kerak. ketishdi. Tak, Muxtor Ali, yaxshi eshitilyaptimi tovushim? Tak, kimdir mikrofonni yoqib o'chirib qo'yinglar. Muxtor Ali. Assalomu alaykum ustoz, zo'r ovoz kelyapti. Yaxshi eshitilyapti. Bo'pti, yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, demak balki o'zinglardadir. Kimdir yozdida, svязь yaxshi emas. Xo'p, o'shaning uchun prezidentimiz borganlaridan keyin so'radilar, nimaga bu onkologiya ko'payib ketdi deganda ikkita sababni aytishdi doktorlar. Birinchisi bu qishloq xo'jaligi, ximiya, ikkinchisi ishlatilayotgan ximiyalar, ikkinchisi bu palapartish, ana shu apteka dorilarini yozishdan yoki aptekalarda palapartish kelgan odamga bilib bilmay maqsad sotuv bo'lib odamlarga kerak emas dorilarni degandan keyin prezidentimiz mana shu farmonlar chiqardilar. Bir qator farmonlar chiqardilar. Qishloq xo'jaligini biologik yo'lga o'tishi, ya'ni tabiiy yo'lga o'tkazish, ximiyani keskin kamaytirish, buni nima bilan yo'q, ovoz yaxshi kelyapti. Inoyatxon, sizlar o'zingizlarda internetda tekshiringlar yo Telegram nimangizda ovozingizni to'g'rilab qo'yasiz. Men balandroq qilib qo'ying. Hamma yaxshi eshityapti. Demak, o'sha qishloq xo'jaligini biologik yo'lga, tabiiy yo'lga o'tkazish, ximiyani yo'qotish, keskin kamaytirish va tabobatda, tibbiyotda mana shu firmalar bilan ishlash, har qanaqa ximiyani yo'qotish, aptekadagi dorilarni kontrolga olish, doktorlarni har qanaqa 10 tadan 8 tadan dori yozishni keskin kamaytirish to'g'risida farmonlar chiqdi va xalq tabobatini, tibbiyotda Ibn Sino tabobatini o'rganish bo'yicha farmonlar chiqqan. Shu farmonlar asosida mana ko'pchilik biladi, shu yerda o'tirganlar, biza institutlarda, bolnitsa, shifoxonalarda, tibbiyot institutlarida borib dars beramiz bizning doktorlar. Men o'zim bir deyarli O'zbekistondagi hamma institutlarga borib dars berib keldim. Medtexnikumlar, kollejlar, poliklinikalar asos borib dars berib kelamiz. Xo'p, demak, tabobatni yaxshi tomoni insonni davolab bezarar, demak, kasalliklarni yo'qotadi. Yana bitta narsa, hozir prezidentimiz bunga e'tibor berayotganlari profilaktika, kasallikni oldini olish. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu 14 asr oldin, 1400 yil oldin aytib ketdilar. Kasallikni oldini olish kasal bo'lib davolanishdan yaxshiroqdir deganlar. Fuqaya xayrun minal iloj. Arab tilini biladiganlar biladi. Demak, birinchi bo'lib kasallikni oldini olish to'g'risida profilaktika. U paytda hali ishoninglar, Yevropada tualet ham bo'lmagan. Tarixlarini ko'rsatishadi, yozishadi. Tualet degan narsa bo'lmagan. Haligi axlatlarni ko'chaga sepib urishgan ekan. Na zubni pasta bo'lgan, haligi misvokka arablardan chiqqan. Tualetlar, kanalizatsiyalar Arabistondan chiqqan, musulmonlardan chiqqan demoqchimanki, ana shu tabobat ham eng kirib borgan. Lekin payg'ambarimiz o'sha paytda o'zida profilaktika to'g'risida gapirganlar. Kasallikni oldini olish. Mana hozirgi kunda prezidentimiz ham bu narsaga qattiq e'tibor beryaptilar. Chuqurlashib davolash qiyin. Kasallik juda og'ir holatlarda bizga ham olib kelishadi. O'sha dabdala, o'sha pochka qurigan, qanaqa qilib qurib qolgan narsani tuzatasiz. Qani endi shuni oldini olsangiz. Agar men nima demoqchiman? Mana bu sigir quyruq degan giyoh tutqanoqdan boshlab jigar, taloq, sahr, yurak, tuberkulyoz, o'pka stili, palon-piston, teri kasalliklarini davolasa, siz sog'lom paytda ichib yursangiz-chi bu sigir quyruqni. Tushunasizlar? Mana buni profilaktika deyiladi. Yoki masalan qora sedana. Qora sedanani hammanglar yaxshi bilasizlar. O'limdan boshqa hamma kasallikka shifo deb yana hadis bor. Payg'ambarimiz aytib ketganlar sallallohu alayhi vasallam. Qora sedana. Lekin kasal bo'lib qora sedana yeyila demadilar. Sog'lom paytda 7 donadan chaynab yeb yuringlar degan joylari bor, xabaringlar bor. Shuning uchun mana qora sedanani albatta har kuni yeyishga odat qilinglar. Mana menda turadi stolda, hozir mana shu turadi. Buni ham между прочим
bir xilda so'raydida, masalan, Naimbek aka, o'zingiz ham ichasizmi? Gapirasiz-ku, shunaqa narsalarni deyishadi. Mana qorasedani. Mana bankaga solib qo'yganman. Stolda turadi. Doimiy. Mana. Mana shu turishi, bilmadim, bir 50 grammmikin, ko'proqmikin. 50 gramm, 100 gramm olaman odatda. Hozir bilmadim, necha oydan beri turibdi. Har kuni choy qoshiq uchida olaman, chaynab yeb olaman. O'lim, mana sedanani endi bu yerda kitobda o'qimadim sizlarga. Boyagi sigir quyruqdan 1000 marta ko'p. Oq dog'larni ham yo'qotadi, psoriazni ham yo'qotadi, tuzatmagan narsasi yo'q. Tutqanoqga ham, gemoroyga ham, qurtni ham yo'qotadi, palon. Tuzatmagan narsasi yo'q buni qora sedanan. Lekin buni kutish kerak emas. Qachon menda hali qurt ko'payib, bir kasal chaqiradi, palon piston yo bir teri kasal yo palon kasal bo'laman. O'limdan boshqa hamma kasalga shifo. Bitta o'limni davolamaydi. Revmatizmni ham, astmani ham, palonni ham, pistonni ham. Ishonaveringlar. Men 33 yildan beri buni ichaman, har kuni. Alhamdulillah, meni bilishadi shogirdlarim. Biror marta charchaganimni ko'rishmaydi, maşalloh deb qo'yarsizlar. Mana 33 yildan beri gripp bo'lganim yo'q. Shart emas ekan, inson hozir yoshim 56 da, masalan, gripp bo'lib yo osteoxondroz bo'lish, yo bir sheyniy osteoxondroz, yo grija bo'lish. Maşalloh, mana men o'zimni 25 yoshda sezaman. Mana shogirdlarim biladi. Charchoq yo'q. Ertalab boramiz, bir xil joylarda ko'rishadi. Hayron bo'lib qoladi shogirdlarim. Haligi ustoz, "Ne charchamaysizmi?" deb qo'yishadi. Charchoq yo'q. Bu giyohlarni men doimiy o'zim ichaman. Oilam ichadi. Opalarimga berdim, akalarimiz ichadi. Alhamdulillah. Kasal bo'lishmaydi. Opam mana tanishadi, ko'p shogirdlarim 66 yoshdalar, maşalloh. Dona kasali yo'q. Mana qabullarda yuradilar. Toshkentdan mashinaga o'tirib, "Naimbek, men Surxondaryoga ketyapman" deb qo'yadilar. 66 yoshli ayol. Opa, yaxshi borib keling. Bo'ldi. Mashinada o'zlari rulda. Aniku Navoiylarga borib keldim ish bilan. Charchiydi odam, lekin bitta o'zlari borib keladilar. Biz haligi almashib mashina haydab borib keldik Navoiyga. O'ylanib qolaman deb mana opam o'zlari qo'rqmasdan ketadilar. Baxtmi? Baxt. Opangiz, akangiz, bolalaringiz kasal bo'lmasa, alhamdulillah farzandlarimiz umuman bolnitsa bilmay katta bo'ldi. Nima qildik? Payg'ambarimiz aytganini qilib yurdik, sallallohu alayhi vasallam. Kasallik oldini olib yurdik. Mana bunaqa narsalar, giyohlar mana turadi doimiy. Xo'p, sizga aytib bergan narsam bu 33 oldingi gap. 33 yil oldin yo 30 yil oldin uyda o'tirib, u xohlagan paytda vaqtini kelishib, televizorga chiqib, respublikaga chiqib gapirasan deganda nimadirdi? Qo'mi ketib qoptidirdi. Qanaqa u televizorga chiqish o'zi bo'ladimidirdi? Mana hozir oddiy hol bo'lib qoldi. Chet el bilan ham gaplashamiz. Kimnidir bolalari chet elda, kimnidir bolalari Rossiyada. Har kuni kerak bo'lsa bir xabarlashib qo'yamiz. Har kuniga kerak ham bo'lmay qoldi hozir. Chunki aloqa bemalol bo'lib qoldi. Bemalol gaplashib, telefon ko'rishib gaplashaveramiz. Bunaqa narsalar oddiy hol bo'lib qoldi-da. Texnologiya demoqchiman, shunaqa zo'r rivojlanib ketyapti kundan kunga. Sun'iy intellektlar chiqib ketdi, xabaringlar bor. Ajoyib. Hozir nimadir bo'lsa, odamlar o'sha sun'iy intellektdan, ChatGPT dan so'rayapti. Menga ham tashlab berishadi. Aymak, "Men buni qarang, so'rovdim, men buni chiqarib berdi" deydi. Yaqinda bir Xitoy kompaniyasi bor edi, shuni ChatGPT dan so'rasa, chotki qilib detallari bilan chiqarib beribdi. Harom narsasi borligini, o'sha cho'chqan narsalari qo'shilgan joyi bor ekan, u kompaniyani bu yerda endi otini aytmayman, ustozlardan so'rasa aytib beradi. Masalan, juda ko'p odamlar ishlayotuvdi, bilmagan holda. Bu yerda cho'chqa deyilmagan, lekin cho'chqani o'sha mahsulotini olib o'tga qo'shib yuborgan ekanda, boshqa nom bilan gapirgan. Peptid, tam balo nomlari bilan. Uni keyin internetga kirib ChatGPT ga ulab qo'ygan hozir Google ham. So'rasangiz, chiqarib beradi. Что bu cho'chqa yog'dan yo cho'chqa terisidan qo'shilgan deb ko'p odamlar o'shani eshitib ketib qoldi. Juda katta kompaniya, O'zbekistonda Highway qilayotgan kompaniya edi. Buni mana yuristlarimiz bor, o'shani menga ChatGPT dan topib berishdi. Aytmoqchimanki, sun'iy intellekt shunchalik rivojlanib ketdi. Biz o'sha savol-javob qilyapmiz, kerak bo'lsa-da.
Xo'p, texnologiyalar ham rivojlandi. Men ham endi 33 yil oldingi narsalar bilan o'tirganim yo'q, o'tlar bilan o'tirganim yo'q, tayyorlab. Hozir shunaqa texnologiya, oxirgi texnologiya bilan ishlayapmiz. Accumulate essay degan texnologiya. Bu yangi texnologiya. Yangi deganim endi bir 10 yillik, 15 yillik texnologiya. Yapon texnologiyalari asosida qilingan. Nima degani bu? Bizda kasal joylarimiz plyusga aylanib qolar ekan. Giyohlarga Italiya olimlari minus zaryad berishni o'rgangan. Va giyohlarni qiyomga aralashtirib, tilli tegidan so'riladigan qilgan. Tilli tegidan bilasizlar, infarkt bo'lsa, Alloh asrasin, yoki davleniyasi baland bo'lib ketganda bilasizlar, qandga o'sha farmadipin da o'sha endi doktorlarimiz biladi uni, haligi kardiologlarimiz tomizib beradi yoki validol nitroglitserinlarni infarkt bo'lgan holatda tilli tagiga tashab qo'yadi, skoriy kelsa. Nima uchun? Bu yoqda so'rilish tez. Juda tez, 7 sekundda qonga so'rilar ekan, 140 metr sekund tezlikda yuragiga yetib borar ekan. Shuning uchun ukoldan ko'ra yoki tabletka ichib, u oshqozondan so'rilib, jigardan aylanib yuragiga yetib borguncha tilli tagidan tez yetib boradi. O'shaning uchun validol nitroglitserinlarni tilli tagiga tashab qo'yiladi. Bu ham xuddi shunaqa tilli tagidan so'riladigan giyoh qilingan. Faqat taxir, achchiq bo'lmasligi uchun molekulasini qiyomga o'rab qo'ygan. Bu ham xuddi shu Ibn Sino tabobati. Ibn Sinoda damlama, qaynatma degan gap yo'q. Men ko'rmaganman. Bilmayman, balki kimdir ko'rgandir. Yoki eski tabobatlarda damlama degan narsa yo'q. Masalan, bir xil aytadi-yu, ramashkani damlab ichaman deydi. Foydasi bor, kam. Nega? Damlaganingizda boyagi men aytgan 500 ta moddani bir 80%, 90% parchalanib yo'q bo'lib ketadi. O'sha peptidlar, aminokislotalar, boyagi saponin, efir moylari yo'q bo'lib ketadi, parchalanib. Shuning uchun Ibn Sino talqon qilib, hukm qilib, achchiq ko'ngil ayntib olmasligi uchun taxirda bo'ladi, juda ham achchiq bo'ladi bir xil giyohlar. Asalga yoki o'sha paytda ham qiyomga aralashtirib hab dori yasaganlar. Habba degani arab tilida tabletka degani. Bu yerda ham xuddi shunaqa hab dori yasalgan. Texnologiyasi shunaqa. Accumulate essay demak tilli tegidan so'rildi, minus zaryad plus kasal joylarga o'zi borib yopishib davolayapti. Masalan, tizza og'riyotgan bo'lsa, tizzaga, pochkangiz og'riyotgan bo'lsa, o'sha pochkaga borib yopishib davolaydi. Yo'q, jigar bo'lsa, jigarga borib yopishib davolaydigan joyi bor. Natijasi men kutgandan tezroq bo'lishi boshladi. Bu 3 yil oldin men boshlaganman. Mana shu yerdan bitta-ikkita mahsulotni ko'rsatib ketaman. Mana shu kitobchadan mana, например, masalan, beauty degan mahsulot. Buni men birinchi ko'rganimda, mening bir doktorimiz, o'zim shogirdim, o'zimga singlim ko'rsatganda men so'raganman, nima bu? Beauty bu insonni ichkaridan yoshartiradigan mahsulot deganlarida, men mana bu giyohlar hammasi bormi ichida deb so'raganman. Ha, bor deganlar. Mana bu yerda tarkibi yozilgan. Bu kitobchani so'rasanglar, ustozlar berishadi. Mana buni tarkibida demak romashka, qizilmiya, salotka, labaznik, aloe vera, aduvanchik, artishok, rastaropsha, kurkuma, zarcheva, ko'k choy, limonnik, bakopamaniya, vitaniya, ashvagandha deydi. Hind tabobati 5000 yil oldin yozib ketilgan. Eleutrakok, limon, klubnika qulpini, anor, uzum danagi, olma, ribina, avokado. 20 ta giyohdan qilingan tabletka. 20 ta giyoh ichida bor mashla. 20 ta giyohni ekstrakti qo'shilgan. Ekstrakt degani bir necha kilodan eng foydali joylari olinadi. Beauty. Endi men sizlarga bitta giyohni o'qib beruvdim boya. Agar bitta giyoh shuncha kasalni tuzatsa, mana bunaqa korobkada bo'ladi. Juda ham sifatli. Buni mana doktorlar yoki farm kompaniyada ishlaydiganlar bu korobkani ko'rsatsanglar bilib olishadi. Shunday ko'rishadi, vobshe sifat ekan deydi. Bu Finlandiyada chiqadigan korobkasi, Finlandiyadan spesial zakaz qilinadi. Bu korobkasi ekologik, toza, organik tuproqqa qo'yvorsangiz, tuproq bo'lib maydalanib ketadigan, haligi tabiatni buzmaydigan korobkada qilingan bu. Demak, beauty. Endi bitta sigir quyruq boshdan oyoq tuzatsa, endi buni tarkibidagi 20 ta giyohni bilib
nima qilishini ishonaveringlar. Buni internetga kirib har bittasini bir kun olib o'qib chiqsanglar, ramashka nima qilib beradi, salotka nima qilib berishadi, aloe verani nima foydasi bor, vitaniyani nima foydasi bor deb o'qisanglar, sevib qolasizlar buni. Ishonaveringlar, sevib qolasizlar. Nimaga men buni tushunmayapman deysiz. Bu rostdan ham boshdan oyoq nimaki kasalliklar bo'lsa shifo, kasallik bo'lmasa, men o'zim nima uchun ichib yuraman? Nima qilaman kasal bo'lib? Mana ochiq. O'zimning. Aqlaman kasal bo'lib, keyin ichib, shuncha kasallik davolasa, men sog'lom paytda bittasini tugatib qo'ygan ekanman. Mana ikkinchisi. Mana mashaqa drajlar bo'ladi. Aytgan hab dorilar, xuddi Ibn Sinoga tayyorlagan. Har bitta tabletkani orqasida nomi bor. To'g'ri bu, masalan, mamlaqa ko'tarib yurmaysiz. Qolasi, masalan, sizga 3 ta kerakmi? Oson, qaychi ham kerak emas. Iz qilingan shunaqangi brendi bu 90 ta davlatda Yevropada ishlayotgan narsa. Bundoq siz o'z sinib ketadi. Keyin uyda hali 3 ta tabletka qolib ketadi aptekaniki. O'tirasiz. Nima edi bu? Rugi nima edi? O'tiradi. Bitta har bitta tabletning ustiga mahsulotda nomi yozilgan. Shunchalik hisob-kitob qilingan narsa. Har bitta mana ko'ryapsizlar, chiziq oson sinib ketadi. Bundoq siz qars etib sinib ketadigan narsa. Ichida qog'ozlari bor, dunyoning hamma tilida qisqacha tarjimasi bor, o'zbek tilida ham bor. Chunki bu O'zbekistonga qonuniy kirib keladi, hammasi Minzdrav, Gosstandart, hamma dokumentlar bilan kirib keladigan mahsulot. Demak, bizda vakolatxona 2017-yilda ochilgan O'zbekistonda. Mana hozir 8 yildan beri O'zbekistonda qonuniy kiradigan mahsulotlar hisoblanadi bular. Mana bu beauty o'zim maza qilib ichib yuraman buni. Beauty mahsuloti. Xo'p, masalan, yana nima bor? Mana brendiylik. Mana brend degan mahsulot. Mana buni tarkibini qaranglar. Ternera. Bu Amazoniyada o'sadi. Amazoniyaga doktorlar borib tekshirgan, o'sha yerdagi qabilalarni tekshirganda bitta ham rak, bitta qandli diabet, bitta yurak kasalligi topish olmagan. 80 yoshda ularda yosh qizlarga uylanish, 20 yosh, 30 yoshga uylanib, farzand ko'rish normalniy narsa ekan. Nimaga? Doimiy bular mana shu Ternera giyohini, Amazoniyada o'sadigan giyohni daraxtdan choy qilib yoki yeb, maydalab yeb yurar ekan. Ternera. Internetga kirib o'qib ko'ringlar. Ternera desa sevib qolasiz buni nima degan. Bundan tashqari har xil mevalar, o'sha ginka biloba, bu brain asosiy miya kasalliklarida beriladi. Xotira pasayishi, asabiylashish, uyqu buzilishi, bolalarni orqada qolishi, gapdan orqada qolishi, ZPR degan kasalliklar bor. Biz logopedlar ishlayapti, zo'r, natijasi dahshat. Sirasi bir zakaz qilganda 20 ta olib beradi patsientlarga. Natijalar zo'r. 6 yoshda gapirmagan bolalar gapirib ketyapti. Tutqanoq kasalliklarida, boshqa Alzheimer, davosi yo'q Alzheimer. Bu xotira yo'q bo'lib qoladi. Nima qilayotganini o'zi bilmaydi. Yosh bolaga aylanib qoladi, qariladi bo'ladi bu. Ana shu zo'r. Bir haftada 3 kunda natijalarni olganmiz biz bu mahsulotdan. Mana tarkibida o'sha ashvagandha, ginka biloba, ko'k choy, eleuterakok, limonnik, bakopamaniya, shunaqangi zo'r giyohlar bular har bittasi. Endi men har bittasini gapirmayman, darslarda o'tib boramiz. Ternera, sparja, zanjabil, chirnika ko'zga beradi doktorlar. Olma, kofe, kurkuma, zarcheva, jensheng. Mana shuncha giyohdan bir 15 xil giyohdan tarkib topgan chernika, jensheng, hamma narsa bor. Har bittasi boshdan oyoq kasallikka shifo. Mana bu ham bizda doimiy turadi uyda. Men sirazi olganda qo'yaman. Uyda turadi. Olib farzandlarim juda ham yaxshi ko'radi buni. Yurganda xotirasi, masalan, ishda juda ham zo'r deydi, immuniteti zo'r, xotira zo'r bo'lib qoldi deydi, bosh og'rimaydi. Kompyuterlarda bemalol ishlab o'tirishadi, charchab qolmaydi. Juda ham zo'r. Korobkalarni qaranglar. Shunaqa chiroyli korobka, buni ustilarida shtrix-kod, hamma informatsiyasi bor. Mana halol sertifikatlari bor. Hamma xalqaro sertifikatlari hali oxirida ko'rsataman. Mana mahsulotlarimiz ko'p. Например, mana Power Женский bilan Power Мужской.
erkaklik va ayollar formulasi. Bu masalan hamma erkaklik kasalliklariga bo'lsa, prostatit, adenoma, befarzandlik juda ko'p, alhamdulillah, xonadonlarda to'y bo'ldi. 13 yillab farzand bo'lmagan, 10 yillab, 6 yillab farzand, Turkiyalarga borib $7,000 ishlatib farzand bo'lmaganlar farzandli bo'lib ketdi, alhamdulillah. Berdik eriga, ayoliga. Bu hayz buzilishlari, kista, miomalar, har xil eroziyalar, mastopatiya deydi. Har xil kasalliklarda juda ham zo'r. Hayz buzilishlarini normaga keltiradi. Miomalarda juda ham foydasi katta, power. Demak, mana mushkoy, jenskiy formulalarimiz bor. Befarzandli bola chiqib qolishlar juda ham natijasi yaxshi. Xo'p, GTS energiya, umuman charchamaysiz, ichgan odam charchamaydi. Bular to'g'risida to'liq ma'lumotlar berib boramiz darslarda. Happy, juda ham zo'r energiya bu ham, xotira, demak, bu ham o'sha настроение, kayfiyatlarni zo'r qiladi, tushkunlik, ruhiy tushkunliklarda juda ham zo'r, immunitetni ko'taradi. Eski yo'tallar, shamollashlar, gripp kasalliklari hammasiga bu juda zo'r. Olib ichib yurgan odam biladi bu narsalarni. Men uyda borlarni ko'rsataman. Bu qurtlarni yo'qotadigan 20 ta giyohi bor ichida qurtlarni yo'qotadigan mahsulotimiz. Juda ham zo'r. Mana ota-onalar juda ham zada yaxshi ko'radi bu jonlar. Tarkibida qovoq urug'i, haligi nima, qalampir munchoq, pizma, pajitnik, papaya, xo'p, yana nimalar bor? Imbir, zanjabil, dolchin, koritsa deydi, kurkuma, zarcheva, 20 ta giyoh to'ldiradigan. Mazasi zo'r, bolalar maza qilib ichadi buni, lekin juda zo'r tushadi. Bolalarda patir-turtlar tushyapti. Bir hafta bolaning rangi ochilib, ovqat yeb, endi qurti yo'q bola, masalan, yaxshi uxlab turadi, miyasi yaxshi dam olib turgandan keyin uxishi ham zo'r bo'ladi. 5 ga uxib ketyapti bolalar. Juda ham ko'p kasalliklarni qurt chaqiradi. Endi u to'g'rida men hozir chuqurlashmayman. O'sha astmadan boshlab allergiya, bo'ydan orqada qolish, darsdan orqada qolish, hattoki tutqanoq kasalliklarda ham mana shu zo'r natijalar berdi, xudoga shukr. Xo'p, yangi mahsulotlarimizdan Lifetime, bu tarkibida Nobel mukofoti bor. Ferment bu insonni xromosom darajasida umrini uzaytiradigan mahsulot. Ota-onalarga bersanglar, inshaalloh umri uzoqroq bo'ladi, xudo xolisa, uzayadi. Xo'p, nima, Dilnoza nimani o'chirib turinglar, mikrofonni o'chirib turarsizlar. Xo'p, Air bu o'pka kasalliklarida beriladi. Eski o'pka, xronический bronxit, astma, har xil, lekin bitta tozalab oladi. Bitta yo'tallarni kuchaytirib, bitta haligi eski balg'amlarni ko'chirib chiqarib tashlaydi. Bu to'g'rida ham hozir ozgina qisqacha gapirib ketaman. Hyper bu yurak, jigar kasal, o't qopi, jigar, har xil kasalliklar oshqozonlarda beramiz. Oq dolada juda ham yaxshi natijasi, teri kasalliklarida bu yaxshi organizmni tozalaydigan mahsulotimiz hisoblanadi. Xo'p, Heart juda ham sevaman buni, men ichib yuraman. Buni korobkalarni qaranglar, chiroyligini. Juda ham chiroyli realni. Bu yurak kasalliklari, davleniya, aterosklerozlar, aritmiyalar, nimaki yurak kasalliklar bo'lsa, remokarditlar juda ham zo'r. Doktorlarimiz bo'lsa, mediklarimiz bo'lsa buni bilishadi. Maza qilib ichsa bo'ladi. Bu ham juda ko'p giyoh mevalardan tarkib topgan. Tarkibida koenzim, Nobel mukofotini olgan omega 3, omega 6, har xil xlorofil, Nobel mukofotini olgan har xil moddalardan tashkil topgan. Slayd bo'g'im parchalanishlarini yaxshi qiladi, teri kasalliklarida ham juda zo'r. Har xil kasalliklarda zo'r bu ham. Mana shu haligi sigir quyruqqa o'xshab boshingizdan oyoq uzatadigan mahsulot. GTS ichib yuraman o'zim. Haligi charchamaslik uchun, Heart mana boyaga ichib yuraman o'zim maza qilib. Mana shunaqa mahsulotlar. Yana boshqa mahsulotlar bor, endi turibdi mana har xili. Bitta olganda men ko'proq qilib olib qo'yaman bu mahsulotlarni. Uyda turadi, farzandlarim olib ichib yurishadi. Alhamdulillah, shollamaydi, kasal bo'lmaydi, maza. Bolalaringiz kasal bo'lmasa maza. Xo'p, endi ichkaridan bular asosiy yoshartirish, sog'aytirish, ichkaridan sog'aygandan keyin tashqaridan ozgina o'xut qilsanglar,
zo'r bo'ladi. Mana shu vakolatxona olib keladigan har xil o'sha elitniy kosmetikasi bor. O'sha Tiffany rangini olgan, sotib olgan. Germaniya, Shvetsariyada chiqadigan har xil kosmetika mahsulotlar tabiiy, teri tanlamaydi, homilador, emizikli, bezarar, boshqa ximiyalarga o'xshab zarar qilib qo'ymaydi. Maza qilib teri yog'li, quruq, kombinirованный farqi yo'q. Men o'zi teri doktori, dermatolog, kosmetolog bo'lgani uchun men buni juda ham yaxshi ko'raman, sevaman. Har nimalar bor. Mana yuzni yuvadigan, mana shunaqa chiroyli korobkalarda chiqadi. Bu Germaniya bilan Shvetsariyada chiqadigan ikkita zavodi bor. Bu nima ekan? Toner. Ayollarimiz biladi, tonik juda ham zo'r yuzni tozalaydigan, o'sha meykaplardan tozalaydigan. Face milk bu молочко. Buni ham ayollarimiz yaxshi biladi, erkaklarimiz yaxshi bilmaydi. Молочкoni qizlarimiz yaxshi bilishadi nimaligini. Xo'p, bu nima ekan? Bu ham haliga yuvadigan, yuz yuvadigan qo'ygindan bittasi yana. Bor, juda ham ko'p narsalar turadi. Bu eliksir. Eliksirni kichkinasi ekan, mana bu kattasi. Mana bunaqa. Hammasi demak shisha idishlarda bo'ladi bular. Qimmat shisha idish. Bu shisha nima uchun? Plastikidan zahari chiqmaydi. Buni yuzga sepiladi. Mazza qilib bahonada hozir sepaman. Ko'rsattiradi. 2-3 ta sepiladi. Men hozir bahonada ko'proq sepaman. Esga tushganda. Bu ayniqsa hozir bahor, yozda zo'r. Ko'chaga chiqishdan oldin bitta sepib qo'yasiz, увлажнение berib, hidi zo'r, juda ham приятный, mazza, yuzni ozgina ishqalab borib, singdirib yuborsangiz ham bo'ladi. Eng yaxshi narsalarimizdan bittasi bu bizani sivrotkalarimiz. Bunaqa idishda bo'ladi. Sivrotkani qizlarimiz biladi endi. Bunaqa idishda men bilan tortib olasizda, bitta tomchilardan surib, yuzingizga surib yuborasiz, bir deganda effektini ko'rasiz. Yaltiratib yuboradi yuzni. Bu ham mana e'tibor bersanglar, shisha idishda hammasi. Kremlar, har xil o'sha mana ko'z kremi, mana kichkinada bo'ladi, adashmasam. Mana ay krem. Mana korobkasi bu kattagina, mana krem. Tugatolmaysiz. Juda ham ekonomli, nomiga ko'zni atrofiga surib qo'yiladi. Yaxshi. Menimcha ayolim ishlatadi, yaxshi ko'radi bu narsalarni. Ora-orada esga tushganda ishlatib qo'yaman. Lekin erkaklar ham baribir ishlatish kerak. Xo'p, bu bizada nima ekan? Maska. Yuzga suriladigan maska, mana e'tibor bersanglar, hammasi shisha. Juda ham hidi, juda ham приятный, yuzga surib qo'yiladi. 20 minut, yarim soat, 1 soatdan keyin yuz tashlasangiz ham bo'ladi, yuvmasangiz ham bo'ladi. Maska bu krem. Har kun ishlatiladigan kremlar yuzga juda ham yaxshi qiladi. Mana o'sha sivorotka kremlar, o'sha korobkalar juda ham sifatli korobkalarda bo'ladi. Xo'p, demak, mana shu narsalarimiz bor. Nimalar, kashalar juda ham zo'r. Kashalar esa shu turibdi oshxonada, undan ham bir 10 ta 20 ta olib qo'yamiz, turaveradi. Har kun ertalab bitta issiq suv solib, mikrovalnovkaga issiq suv bilan bir pasda tayyor bo'ladi. Bitta yeysiz, ertalab butun vitamin, mineral, mikroelement, kalsiy, fosfor nimaki kerak bo'lsa, organizmga kirib to'yintiradi, och qolmaysiz, semirtirmaydi, organizmga effekt beradi. Kofelarimiz bor, bular hammasi endi anta turibdi. Narigi xonada ularni hozir olib kirmayman, mayli, xohlasanglar olib kelib ko'rsatishimiz ham mumkin. Kofelar bor, hozir skladda bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Kashalar bilmadim hozir bormi yo'qmi. Bular keladi, qolmaydi. Juda ham talab katta. O'shaning uchun tez olganda ham iloji boricha ko'proq olishga harakat qilinglar. Zapas bilan qo'ysanglar, ertaga hech kimda qolmaganda sizda bo'ladi, maza qilib ichib yuraverasizlar. Narx masalasi. Bir xil birinchisi masalaga qonuniyligini ko'rsatib keting. Bu albatta qonuniy bo'lish kerak. O'zbekistonda bular hammasi Minzdrav, standart, hammasi dokumentlar bilan kirib keladi. Hozir vakolatxonada bizada yuristlar ishlaydi.
direktorlar ishlaydi. Bular hammasi qonuniy O'zbekistonga kirib kelishini ta'minlaydigan insonlar. Demak, bular hammasi endi dokument ko'p. Mana bunaqa ruxsatnomalar, Minzdrav, demak, siz Gosstandart hammasi har kelganda registratsiyadan o'tib, demak, bojxona faqatgina mana shu dokumentlar chiqqandan keyingina chiqaradi. Chunki bular juda katta miqdorda keladi. Tamojna chiqarmaydi, buni tekshirmaguncha. Butun O'zbekiston hamma dokumentlari bor va albatta xalqaro sertifikatlari bu 90 ta deyarli davlatga kirib borgani uchun Yevropani, Amerika sertifikatlari, Yevropa sertifikatlari, Yevropani hamma davlatiga kirib boradi. Va albatta bizga muhim bo'lgan boyagi xalqaro halol. Buni bemalol tekshirsa bo'ladi. Har bitta mahsulotga halolligi to'g'risida xalqaro halol sertifikatlar bular doimiy yangilanib turadi. Yaqinda yana yangilandi. O'sha kompaniya bizga xabar berdi, что hammasini yangilab qildik. Yangilanish oson emas. Buni juda qattiq tekshiruvdan o'tadi. Shuning uchun ko'ngillar xotirjam bo'lsin. Demak, halol, qonuniy O'zbekistonga kirib keladigan mahsulotlar. Xo'p, nima demoqchi edim yana? Demak, keladi katta partiyada birpasda qolmaydi. Keladi, qolmaydi. O'shaning uchun narx masalasini aytmoqchi edim. Alloh asrasin, bir kasallik bilan больницаga yotgan pul 10 kun kardiologiya yoki revmatologiya yoki suyak parchalanishi yoki grija nevrologiyada yotgan, hozir normalniy yotgan больницада ishlatgan pulingiz bizada kamida 6 oy bo'lmasa 8 oyga yetibdi. Ya'ni bular qimmat emas. O'rtacha masalan olaylik bir 4,5 million, 4 million, 4,5 millionlik olgan bo'lsangiz, sizga 6 oy 8 oyga yetadi. 4,5 million hozir keling 400 mingdan bo'lganda ham 500 ming o'rtacha hozir больницаlar ichida dorisi bilan deb hisoblaylik 10 kunga bitta joyda davolaydi. Bitta joyda davolaydi. Kardiologiyada yotib, ukam grijam bor edi desangiz, ular aytadi, yo'q, biza hoji aka, biza kardiologiyamiz deydi. Biza yurak davleniyaga qaraymiz, endi mana bu dorilar qashab bera olmaymiz deydi sizga. Kapelnitsa ukollarni yuragingizga beryapmiz. Bel u уже chiqqandan keyin nevrologiyaga borib bir yotib davolanib olasiz endi nevrologiya. Mayli bitta og'riq qoldiradigan dori berib turamiz deydi. Lekin belingizga boshqa bayan. Oyoq ochsangiz, oyog'iga nagi больницаga, revmatologiyaga yo ortopediyaga yotasiz deydi. Shu pochkam, prostatam sal bezovta qilyapti desangiz, endi u bizarlik emas, hoji aka deydi. Urologiyaga boring deydi prostata bilan. Yo nefrologiya, pochka doktorlariga borasiz. Tushunasizlar? O'sha 10 kun bitta joyga qaraydi. Qolgani qolib ketaveradi. Bu yerda 6 oy, 8 oy agar bu mahsulotlarni ichsangiz, uzmasdan, inshaalloh yuragingiz ham, pochkangiz ham, jigaringiz ham, men boya aytgan hamma joyingizga inshaalloh shifo bo'ladi. Faqat mo'jiza, to'g'ri, Allohdan mo'jiza kutish kerak. Faqat haligi sabr ham kerak. Masalan, voy, bir oy ichib yaxshi bo'lmadi, foyda qilmadi emas. Yillab 10 yil, 20 yil yig'gan kasalingiz bir oyda yaxshi bo'lib qolmaydi, baraka topkurlar. Tabobatda ham, Ibn Sinoda ham hammasida aytilgan. Necha yil kasal bo'lsang, shuncha oy gapirmagin degan Ibn Sino. 10 yil kasal bo'lsang, 10 oy natija ko'rmadim degan gapni yig'ishtir degan. 10 oydan keyin gaplashamiz degan. 10 yil kasalliging bo'lsa. Shuning uchun shoshilmaylar. Ertaga bir oy ichib, ya bo'lmadi, yo bu degan gap bo'lmasligi kerak. Bu bir. Ikkinchisi, hamma tabobatda esinglardan chiqmasin, 3 ta bosqichdan o'tiladi. 3 ta bosqich. Mana shu yerda ishlayotgan, bizda ishlayotgan odamlar ham iltimos shu narsani odamlarga berganinglarda albatta aytib beringlar. 3 ta bosqichdan o'tasiz deng. Tozalanish, tiklanish, sog'ayish. Qurt yo'q, bakteriya yo'q, virus yo'q, parazit yo'q, odamni o'zi yo'q. Ishonaveringlar. Hammada 100% qanaqadir bakteriya, virus bo'ladi. Hayot davomida kimgadir ovqatdan, kimgadir salatdan, kimgadir kapchoniy baliqdan, selyodkadan, pishmagan baliqdan, kimdadir pishmagan
steykdan yoki shashlikdan yoki qiymadan, ko'katdan, ko'kat ko'p yeymiz, ko'chada svejiy salat yeymiz, xudo biladi qanaqa yuvgan, ularni bilasizlar endi. Tushaveradi. Kimgadir yo'taladi, virus tushadi. Ular ko'p viruslarni organizm yutadi-yu, yutmaydigan ham bor. Organizmga tushib olgandan keyin joylashib oladi, immunitet slabiyligini kutib o'tiradi. Qachon immunitet ketdi pastga, nimadir bo'lib, qattiq siqildingiz, stress oldingiz, shamolladingiz, gripp bo'ldingiz, immunitet tushib ketdi, bu kasalliklar bum chiqarib dabda qiladi odamni. Shuning uchun immunitet yaxshi bo'lganda yog'ni sekin shamollatib, dabdala qilib yuraveradi. Xronический kasal, xronический pochka shamollab turadi, lekin o'stirib bermaydi. Ozgina-ozginadan oxiri voy bo'ladi. Yoki o'sha prostatit bo'ladi, yo женский shamollash chaqirib turaveradi xronический viruslar. Endi bularni berganingizda, bular bitta spetsnaz. Haligi terroristlarni organizmga tushgandan keyin bular Alloh yaratgan antibiotiklar, o'sha zanjabil, haligi tarkibidagi qovoq urug'i, pizma, etgan pajitnik, qalampirmunchoq bo'ladimi, boshqa papaya, o'sha giyohlar organizmga tushgandan keyin boyagi bakteriyalarni qirib tashlaydi. Shu qirganda bular saqib ketadi. O'sha tuxumdoningizda agar bakteriyalar bo'lsa, yo prostatada bo'lsa, yo pochkangizda bakteriya bo'lsa, bir o'lib sasib ketadi bular. O'lyapti o'zi millionlab. Lekin bular kirgandan keyin milliardlab bo'ladi. Ana shu paytda bir qashlaysiz. Qo'rqmang. Bir joyingiz bitta og'rib o'tsa, qo'rqmaysiz. Maza qochsa, ishtinglar yaxshilab, 3-4 kunga to'xtatib qo'yinglar. Haligi mikroblarni o'ldirmay turinglar. Organizmning bitta yaxshi tomoni bu o'lik mikroblarni CD bilan o'zi chiqarib tashlaydi. Sizlarning ishingizda ko'p suv ichish kerak. Suv ichib yuvish kerak organizmni, xuddi kapelnitsaga o'xshab. Organizm siyish kerak, ichish kerak. O'shanda haligi zahari qonga chiqib mazasi qochmaydi. Ko'p suv ichasiz. Qo'rqmanglar. Boshida bitta tozalanish bo'lsa, "Voy, bergan doring dabdala qildi meni" degan gapdan qo'rqmanglar. Yo'q, unaqa emas. Tozalanish. Lekin uni ham oldin o'zingizdan bitmas. Albatta doktorlar buni tushuntirib beradi bizda. Doktorlar buni nazarga berganda bu mahsulotlarni doktorlarimiz tushuntirib beradi. Hoji aka, hoji opa, hojona qo'rqmang. Ertaga suyagingiz og'rib qoladi, o'sha mikroblar sasib ketadi o'lib. O'sha paytda oyoqlaringiz og'risa qo'rqmang. Xo'pmi deb qo'yamiz. Ha, bo'ldi bolam. Xursand bo'ladi. Ko'pchilik ertasidan berib yuryapti-da, andan keyin ichki qolsa yo bir joyi og'rib qolsa, voy dori dabdala qildi. Qo'rqmanglar. Chistka bo'ladi. Xo'p, tozalandimi? Qanchadir, kimdadir bir hafta, kimdadir bir oy, kimdadir 2 oy mikroblarga qarab, turiga qarab, kimdadir 6 oy. Haligi infeksiyalar bor. Ularni 6 oy kerak tozalashga. Tozalandimi? Ana endi tozalangan organlar, bechoralar sekin tiklanib ishlashni boshlaydi. Bu o'zi o'zingizga kelishni boshlaysiz. Ana undan keyin sog'ish davri boshlanadi. O'shanga o'rtacha biz doim aytamizki, 6 oy deymiz. 6 oydan kam ichmanglar deymiz. Sirazi 6 oylik ovishga harakat qilinglar. 2 oy tozalanish, bu o'rtacha, hammada har xil. 2 oy tozalanish, 2 oy tiklanish, 2 oy sog'ish. Mana shunaqa qisqacha ma'lumot sizlarga mahsulotlar to'g'risida. Hamma narsaga bor. Buni sizlarni taklif qilgan odamlarga chiqinglar, to'liqroq ma'lumotni olinglar inshaalloh. Mana bugungi bergan ma'ruzani men zapis qildim. Xudo xolasa zapisni agar telefonimga yozilib qolgan bo'lsa, men mana shu gruppaga yana tashlab qo'yaman. Qarindoshlarga tashlaylar. Ko'rsin. Bu amr ma'ruf deyiladi. Amr ma'ruf yaxshilikni yetkazish. Shart emas, faqat diniy gaplarni gapirish. Amr ma'ruf degani yaxshilikka chorlash degani arab tilida. Shuning uchun mana bu kasal bo'lishni oldini olish, payg'ambarimiz aytganlarini qilib, sog'lom yurish, umringiz uzoq bo'lish, bolalaringiz kasal bo'lmasa, o'zingiz sog'lom yursangiz, mana bunga yetgan baxt yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun bu ma'lumotlarni mana bu videoni olib hammaga qarindosh urug'larga tashlab qo'yaveringlar. Telegram orqali konsultatsiyaga chiqaverishsin.
Bizani doktorlarimiz bor viloyatlarda, ularga chiqinglar, diagnostikalar bor, tekshirib beradi bizani doktorlar, biza konsultatsiya qilib beramiz, bemalol chiqib ko'ringlar. Konsultatsiyani savob uchun tekin qilib qo'yganmiz. Ko'pchilik so'raydi, Naim aka, nimangizni yuboring, plastikingizni pul tashlab bering. Yo'q, menga ajr kerak. Bizani doktorlarimiz ham shunaqa. Diagnostika bo'lsa, u pulli. O'zingizlarda viloyatlarda doktorlarimiz apparat palon pul, потому что u apparatni vaqtida tekshirishi pulli. Ancha qimmat emas. Buni ham iloji boricha diagnostikadan o'tib yoki mediklarimiz bor, doktorlarimiz bor, bemalol konsultatsiyasidan olib itsanglar bo'ladi. Mana shunaqa qisqacha ma'lumot. Bugun sizlarga beradiganim asosan mahsulotlar to'g'risida ma'lumot edi. U yog'i yana yengil temalar bor. Agar mahsulotlar yoqqan bo'lsa, o'sha sizlarni tavsiya bugungi taklif qilgan insonga chiqsanglar, yana bir ikkita plus joylarini yana qo'shimcha tushuntirib berishadi. Hozir vaqt cho'zilmasligi uchun mana men hozir 1 soatda tugatdim inshaalloh. Hammanglarga rahmat. Nimalar uchun? E'tiboringlar uchun. Qanaqadir fikringlar, savolinglar bo'lsa, bemalol yozinglar gruppaga, savollarga javob beramiz inshaalloh. Nima qilinglar bo'lsa, savollar biza